Unutilgan ekran parolini hozir 2 daqiqada ochishni o'rgataman. Qaranglar, hozir sizlar telefonlaring mobog'da ekran parollaringni eslaringdan chiqarib qo'ysanglar, qana qo'yganlaring eslaringda yo'q bo'lsa, hozir buni 2 daqiqada o'rgataman. Like, podpiska sizdan, xizmat qilish bizdan. Demak, boshladik. Birinchi bo'lib telefonga perzagruzka beramiz. Perzagruzka berganimizdan so'ng telefon qayta yonayotgan paytida ovoz baland qiladigan knopkani bosib turamiz va bizga shunaqa rejim beradi. Shu rejimga kirgandan keyin Vibe dataga o'tishamiz va Vibe all data qilib confirm qilamiz. Telefon ichidagi barcha ma'lumotlar o'chib ketadi, 100% bo'lib top-toza bo'ladi. O'chirib yoqish knopkasini 2 marta bossak, telefon qaytadan yana yangidek bo'lib yonadi. Asl holatda yonadi va telefonni aktivatsiya qilib olasiz. Faqat oldinga bosiladi. Video foydali bo'ldi. Podpiskani bosib, yurechani bosib qo'ying endi. Bir dona yurecha jarga bas endi. Telefonni aktivatsiya qildik. Mana telefon ekran parolidan xalos bo'ldi va telefon ochildi. Shunaqa foydali videolarni o'tkazib bo'lmaslik uchun podpiska bosib qo'yinglar va bu videoni eng yaqin do'stingizga jo'natib qo'ying. Bir kun kelib sizga ham kerak bo'lib qoladi. Like, podpiska sizdan, xizmat qilish bizdan. Bosdik.